Xullas qarindoshlar, beva qolgan tovuqni go'shtini olib, tep-tekis qilib yoyib, uni ichiga bir ro tekis qilib mayonez surtib, ichiga o'zingiz yaxshi ko'radigan hamma narsani solib, ustida bunday yopib, xohlasangiz duxovkada, xohlasangiz aerogrill degan narsada pishirib oladigan bo'lsangiz, bay, shunaqangi mazali narsa bo'lar ekan qarindoshlar. O'xsharmikan a? Deb turib qo'li gul qarindoshingiz pergament qog'ozni oldim. Pergament qog'ozni yaxshilab yolab olgandan keyin imminni beva qolgan tovuqni go'shtini olib, pergamentning ustiga yaxshilab qoshiq bilan yoymoqchi bo'ldim deya o'zimcha olibtagarchilik qilib. Olibtagarchiligim uzoqqa bormadi qarindoshlar. Qo'lda mazza qilib tep-tekis qilib yoyib chiqdim. Uni ustidan bir ro'sir, undan keyin ayamasdan mayonezni solib, yaxshilab surtib, uni ichiga bir chimdim salat bargi, parri qilib to'g'ralgan qip-qizil pomidordan 3 ta bo'lak va ayamasdan xolodilligimda qolib ketgan sirimni soldim qarindoshlar. Ale, o'ptib turib, mana shu joyi oson bo'lmas ekan qarindoshlar, ehtiyot bo'linglar. Va nihoyat tayyor bo'ldi qarindoshlar. Nima? Shu govdanga bittaga to'yadi deb o'ylovmidinglar? Albatta bir deganda mazza qilib yeyman deb ikkita qildim o'zi ham. Va aynan mana shu beva qolgan tovuq go'shtimizni duxovkaga 30 daqiqaga 180 gradusda pishirishga jo'natdim qarindoshlar. Yarim soatdan keyin shunaqangi qip-qizil bo'lib pishdi. Buni hidini sizga gapirib tasvirlab bera olmayman. Shoshqaloqlik qilib ichini kesdim. Ichi shunaqangi sochni bo'pti. Endi esa siz kutgan degustatsiya daqiqalari qarindoshlar. 1 2 3 degancha yo'q bo'lib qoladi. Ana yo'q bo'ldi. Voy qarindoshlar, rosa mazali bo'lar ekan-ku bu beva qolgan tovuqni go'shti. O, bizatni videosini ko'ringlar.